86 yıl garip sayatda rast yolgan Tangsung'dan üçü var. Sizler bunu dikkat kılganmı? Oylapın bakımgan bu oğuytanlar kaçan. Yeni bu yerki garip sayatın almak tüziyat yatırın süratki elleş başlanıp netçi yılını açıdılar. 3 Tangsung almış boğan. Hem de 1982 yılı bu yerki garip sayat film süratkelisi resmi başlayıp bu yerki Yang Zhidaoyan Beijing sanat yurtu verip yüzüge artist almakçı boğan. Hem bu yerki Wang Yue degan balı görüp sen bulduk sen Tangsung'un rolu sen çıksan boğu dayak dep muşun tanıgan. Hem de bırak bu yerki Wang Yue degan balı nait aksa fuardaydık kandak aksa balangızga rahiplikten kılçı haberi yok. Şunlar bunu udul ibadetxanaga apirip bir ay müşahit rahip kalamlı bilen tang yap, tang kopsa, nim kılıdı, kandak hareket kıldı, kandak olturup kopdu, bütkül kayıtlarını öğünüse ama Tangsung'un obrazını resmi rahip yaratmışsan bulmaydı degan şartını koygan. Bu mu? Maqul deb bir ay çıtap ögünüp onun kendi film grupsi qaytib kelgan. Hamda bu qaytib kelgandan keyin tunjulup yerki Qartuxu davlatidagi qismini suratga olgan. Biroq ham shu chog'dagi film bağlash gruplarga bu Tangsung yoqmagan ayma bo'lmaydi Yang Zhidaoyan almashtirib olsang ularga mana taz yaxshi yordamidi degan. Biroq bu Yang Zhidaoyan üzge ve rol chiqishini ya ben hata tanıdım diyeyim. Biz de endi başladık bir kısımda hem suratga oldik. Bu mu Barbara üzünün gencosu bir hissiyatını tapıdı. Barbara Tangsung obrazı kirishib ketdi. İkinci texim yaxshi bo'ladi deb özgetmeyme degan. Şunu bilan bu yerda tunji Tangsung Guayin ibodatxonasi, Odam Gamiyevsi, Pasıq Sunay Kalvasti üç qismni suratlab tamamlagan. Ko'pchilik bunday rozi bo'lgan. Yang Zhidaoyan haqiqatan to'g'ri tanlab kelmasini yaxshi yaratding degan. Biroq hamda bu yerda bu artiz tuyuqsiz men kinoga chiqadigan bo'lib qoldim. Diyayin chiqirganman deb diyan shujini yaratmay ketib qolgan. Yani şu vaqtda o'zdan kinoga birdigan mash, pul birinchidan yuqori. Onun bir artist nisbeten tunulmagan bir televiziya teatriga chiqqandan kinoga chiqqani kerak, afzal. Balkim ömürlük pushayman qilganda kim muxti o vaqtda garip sayatning bundaq taqdu qazib bitadigan shunami? Shuningdan bu yerda Yang Zhidaoyan va boshliqli anisi manisi og'zini tuvoqlab sen bu nima ep qolsam, shuncha ajr qilsam ketamsan, yo'qol ketsan ket. Lekin inson do'stim bugun ketding, ayat kirmadi ham xil qilma, yaxshi o'ylan deb bunu ketiş yol koygan. Hem de kim bir yer Yang Zhidaoyan şu xan tanıgan. Yani Ak Ejrat, Qarsak bu nait, Umaq, Kilişken, Boyturqi obraz nait, Düşken bu artistinin ki. Şuna mı? Şuna ola hem de bunu Tangsung çıkargandan keyin bu garip soyatlıma ayal alvasla, aslında Tangsung'un güçlüyemizge alvasla ezip gidip hemisi bunu olan toy kıllı dep özgürlük gitipke karanlar. Hem de bu anasır tekiden soğukluğunu kutkuzuştan başlanıp Kızılbaşlık tügüne katarlık 8 kısımda ama şu şavqa en uzun turuptike garip sayat grupsuzke en uzak tuğan Tangsung'ke en köp kısımlamış orundaptike. Hem de bunun emme kısmına ait oğuşluk yaxşı vaatqa vaxtınızda bu yerki şu şavqa tuyuqsiz Yang Zhidaoyan'ızda ben bu yerki Shandong Sanat Yurtu İnstitutuğa magistrlik okuyduğum buldum dep müşek etmek çoğun. Yang Zhidaoyan degen sen oquşunun ait yok, o diplom namısan buldu sen maç obrazını yaxşı yarasan sana diplom degan şu bir ömür asqatıdı dese ya ben o'qiydigan maşa ketdim deb bunu tashlab qo'yib yeni ketgan. Balkim bu mu hozir pushayman qilganmi? Bu shu vaqtda garip sayat film grupsi Sujong klip yangi qismini suratga oldigan vaqtga yeni Ayollar davlatidagi qismini, Ayollar davlatining dastlabki qismini ama shu shavqa rolini ep qo'ygan. Keyingi boshqa odamni almashtirsa qamlashmaydi. Şunun bilan bu o vaqtdagi ham kirishtirish bu texnikasini chenib qolmaslik uchun yangi artist deb boshdan boshlab suratga olamiz deb Ayollar davlatidagi payz qismga kelgan ketib ketgan makalbachu. Men bo'lsam hargiz ketmayman. Bosh qismni suratga olmasam, osh qismga boshdan oxir to'liq chiqib etib, men Ayollar davlatining parchalari roliga chiqib etib, aning keyindan el qism tamomlab bo'lib, anoni keyin ketdim men bo'lsamchu. Sizlarchu hem şunu bilan Yang Zhidaoyan'ın arvohi chiqib qanday qilsak bo'lar deb ochiq talada xiyol surib ketmasa, nait boyturq, nait qomatlik, nait kilishgan adablik bir kishi buning salom qilgan Yang Zhidaoyan so'nilganda bu shuni bilan film ko'rib yaxshi bo'ldi deganki shundan qarab, "Voy sen Tangsung kelsan-ku, Tangsungning o'zi shu kelsan-ku, maka rol chiqamsa Tangsungning rolini chiqirmay, u chiqmay, rolga chiqdi ayrim qilib qolgan men degan." Şunun bilan yerki 3-chi Tangsung o'tirib chiqqan. Hech kim bu yerki haqiqiy Tangsungni bundaq uchrab qolganligini o'ylab baxmagan. Shunun bilan bu yerki Chichungri bu rolga tanlangan. Uning ustiga ma'lumki ro'yibdan xabar baka. Shunla bu ish ma'lum texim yaqqan voy sen rast bu degansa. Asl Tangsung nima deb saqlab degansa sen deb
rasmiy mashg'ulotga kirishib ketgan. Shuningdek buning keyingi qismlari, uning keyin Shi Juisning hammasida mush Tangsong rol olib kelgan. Endi boyaqi ikki Tangsongning ma'rolni maqsimlagan degan gaplarimni ko'rib, balkim ba'zanlar bu bir boshlanmam deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Mishak bir tushuncha bir vat qilib kelib qoldi. Har qanday bir televizor teatri yoki kinoni suratga olganda, sizlar bilan biz ko'rgandek kinoning 5idan boshlab oxirigacha mandaq suratga olmaydi-ku. Masalan, G'arib sayohatning televizor teatrini suratga olgandimi, birinchi qism Sunukning tog'dan chiqishi, erishni malman qilishi, tog'dan chiqishi bu tartib bo'yicha mangmaydi. Senariy o'yinchi mangdi. Senariyada bugun ma Changjingni suratga olamiz, ma maydon ko'rinishda. Bu maydon ko'rinishga oldigan palan ko'rinishli bor. Undan so'ng artistlar tayyorlik qilinglar. Manchi maydon manchi ko'rinishda palan mandaq so'zi va mandaq harakati bor. Mandaq mangdigan gap. Suratga olgan vaqtingizda bu chiqqan artistlarmi o'zining nechinchi qismiga chiqyapti. Mening keyindan nima bo'ldi, oldin nima bo'ldi, uningdan xabarsiz. Faqat shu maydon ko'rinishining o'zini Davyanning ta'limchi mandaq o'rindaysang shuncha o'rinda turgan gap. Shuning uchun rollanmoqning qiyinlik darajasi mayada. Biz o'ylagandek boshdan boshlab avval ma shuldi anonki ma'ul deb ma hikoya voqelik uncha mangmaydi. Surat kelish boshqa. Buni endi har xil ko'rinishni ep bo'lgandan keyin kirishtirganlar eklib, u yerdan bu yerga startib eklib, uning keyindan bir qismini tafsiliy kirishtirib, tartibga biz ko'rdigan holatga ekladigan gap. Tushundinglarmi? Shuning uchun bayonqi 2-3 Tangsongning birda oldingi qismiga, birda keyingi qismiga chiqdi deganlik sabab dalmishadi. Undan so'ng sizlar bu 3 Tangsongdan qaysi bu obrazni eng yaxshi yaratgan? Piyonchi qoldirib qo'ysanlar bo'ldi. Rahmat.